Bu yerda ikki xil kishu bor, gaji. Bunisi stolga qo'yiladigan, tuzlangan, qovurilgan, yeyishga yoqimli, mazasi sal sho'rroq bo'ladi, tuzlangan. Stolga qo'yilsa, ermay qilib yeyishga juda ham yaxshi. Lekin foydali bo'lish uchun, shifo uchun yeyiladigan mana kishu tuzlanmagan, qovurilmagan xom holatdagi. Qayta aytamiz, quvvatiga tuzlanmagan, qovurilmagan xom mahsulotlar qo'shamiz, yog'i olinmagan, foydalilik jihati o'zida saqlanib qolgan mahsulot qo'shamiz. Mana yeyishga qulay bo'lish uchun buni bo'lib chiqqanmiz. Rangidan ham farqlasanglar bo'ladi. Buni ham foydasi bor, lekin baribir tuzlanmagan, qovurilmagan Google'dan, ChatGPT'dan bemalol informatsiyalarni yozib o'qisanglar bo'ladi. Yolg'on gapirmayapman. Tuzlansa, qovurilsa 40-50% foydali jihatlari bo'ladi har qanaqa mahsulotni. Biza quvvatiga tuzlanmagan, qovurilmagan, foydali jihati o'zida saqlanib qolgan, yog'i olinmagan foydali mahsulotlarni qo'shamiz. Yana qaysi mahsulotlar haqida ma'lumot berishimni xohlaysizlar? Videolar manfaatli bo'layotgan bo'lsa, yaqinlarga yuborib, like bosib, podpiska bo'linglar. Keyingi videolarda boshqa mahsulotlarning ham farqlarini xuddi shunaqa ko'rsatib, video qilib sizlarga olib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bilasizlar, aytaman, bozordan topish qiyin. Biza qo'shayotgan mahsulotlarimizni sizlar uchun faqat eng yaxshilarini zakaz qilib olib keltiramiz, yaqinlar.